Assalomu alaykum hammaga. Demak, bioximiyadan bilasizlar, bioximiya asosan bu turli xil reaksiyalar tashkil qiladi. Shu reaksiyalar demak bitta-bittadan yozishni boshlaydi. Birinchi navbatda demak glukolizis. Demak, glyukozani metabolizmi haqida gaplashamiz. Demak, glyukoza. Glyukoza nimaga aylanadi? Glyukoza 6 fosfatga. Glyukoza 6 fosfat, fruktoza 6 fosfat, yana fruktoza 6 fosfatdan nima hosil bo'ladi? Bir fruktoza 1,6 bifosfatga aylanadi. Fruktoz 1,6 bifosfatdan nima edi? Glitseraldegid 3 fosfat. Glitseraldegid 3 fosfatdan 1,3 bifosfogalitserat. 1,3 bifosfogalitseratdan nima hosil bo'ladi? 3 fosfogalitserat. 3 dan 2 fosfogalitserat. Bundan nima? PEP yoziladi. Kimga yetmas? Fosfenil piruvat. Fosfenil piruvatdan demak piruvat. Demak, piruvatdan ketish mumkin. Sizlar bilasizlar buni alaninga, yoki laktatga hamda TCAga. Demak, bu yerdagi enzimlar haqida endi yozib chiqamiz. Birinchi glyukozadan glyukoza 6 fosfatga o'tishni nima ta'minlaydi? Qaysi ferment yoki enzim deydigan bo'lsak, bizda ikkita bor. Bu qaysi? To'g'ri. Glukokinaza yoki keksokinaza. Bu ikkita ekan-ku, qaysi bir ishlaydi deyilsa, jigarda hamda oshqozon osti bezini beta hujayralarida ishlab chiqarilganlarda bu glukokinaza. Nimada? Beta keksokinaza qolgan lipoy to'qimalarda ishlaydi. Demak, siz glyukoza shakar dedingiz, Pepsi ichardingiz, nima bo'ldi? Glyukoza masalan qonda ko'paydi. Qonda ko'paygan glyukoza oshqozonning beta sellaridan glukokinaza yordamida glyukozadan glyukoza 6 fosfat, ya'ni glyukolizis bo'lib parchalanyapti hamda TCAga kirib ATF hosil bo'lyapti. ATF hosil bo'lgandan keyin ATF nima qilyapti? Kaliy kanallarni yopyapti. Depolarizatsiya, insulin ishlab chiqarilyapti. Nimaga insulinga bog'ladim deydigan bo'lsangiz, chunki insulinga bog'laganim sababi shuki, MODY degan kasallik bor. MODY. Mature onset diabetes. Young diabetes. Mature onset diabetes young. Ya'ni yoshlarda uchraydigan diabet. Sizlar diabet bilasizlar. Ko'pchilik biladi ikki xil. Diabet birinchi tip autoimmun kasallik, diabetik, boshqa hamda ikkinchi tip insulinga rezistenslik deyiladi. Endi shunday turi ham bor, MODY turi ham bor, mature onset diabetes young, ya'ni yoshlarda uchraydigan. Bunda nima bo'ladi deganda, aynan glukokinazada muammo bo'ladi. Glyukoza qoningizda qancha oshib ketsa ham, bu glukokinaza ishlamaydi. Funksiyasi buziladi. Natijada insulin ishlab chiqarilmaydi. Insulin ishlab chiqarilmasa nima bo'ladi yana? Diabet. Deb buni endiki bir mavzularga gaplashamiz. Просто tushuncha uchun aytib ketdim xolos. Yaxshi, glyukoza 6 fosfatdan fruktoza 6 fosfatga nima edi? Zamebaz edi. Zamebaz o'tadi. Endi fruktoza 6 fosfatdan fruktoza 1,6 bifosfatga fosfofruktokinaza B1. Yaxshi. Aldolaza bormi mana bu yerda? Aldolaza B. Demak. Yaxshi.
Endi ham bitta yo'l bor. 1-3 BPGdan 2-3 BPGga o'tib turadi. BPG bifosfoglit mutaz yordamida. Bundan yana bunga qaytish ham mumkin. Demak, bu RBCda. RBC. Nimaga? Chunki bu yerda bilasizlar, mana 2 BPG kislorod gemoglobinda bog'lanishini nima qiladi? Kamaytirib beradi. Demak, yaxshi. Demak, bu yerda biz yana asosiy skeletalga ketadigan bo'lsak, TCA cycle'da, endi TCA cycle'da aynan yozing, nima bor bu yerda? Demak, acetyl-CoA. Acetyl-CoA. Acetyl-CoAdan nima hosil bo'ladi? Sitrat. Sitratdan izositrat. Izositratdan alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutaratdan suksinil. Suksinildan mayli. Suksinat. Suksinatdan fumarat. Fumaratdan malat. Malatdan oksaloasetat. Oksaloasetatdan sitrat. Вообще kvepsikli ham dumaloq bo'lishi kerak, lekin demak, bu TCA sikli o'xshamadi, dumaloq bo'lishi kerak deyapsizlar. Ammo okey, dumaloq qilib chizamiz bo'lmasam. Dumaloq bo'lsin deyapsiz. Okey, dumaloqdan chizamiz. Lekin aslida shu formula 100% to'g'ri, shaklini berolmadik biz. To'g'ri. Demak, sitrat yozamiz mana bu joyga. Sitrat, demak 8 ta modda ishtirok etgan bo'lsa, demak 4 tabaqa 4 tabaqa. Izositrat. Izositratdan nima? Alfa ketoglutarat. Glutarat. Alfa ketoglutaratdan nima? Suksinil-CoA. Suksinil-CoA. Suksinil-CoAdan albatta suksinat. Suksinatdan fumarat. Fumaratdan malat. Malatdan oksaloasetat. Va bundan sitrat. Mana shu TCA cycle. TCA cycle. Cycle. Ya'ni Krebs sikli desa bo'laveradi. Demak, bu Krebs sikli ekan. Demak, bu yerda nimalar ishtirok etadi, buni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu joyda pivovar degidrogenaza bor. To'g'ri, mana bu joyda pivovar degidrogenaza bor. Mana bu joyda-chi sitrat sintazi bor. Bitta akantaza ferment bor. Aqtamiz. Bittachi izositrat degidrogenaza. DH degidrogenaza, alfa ketoglutarat degidrogenaza.
ketagina degit vaginaza. Suksinil konan suksinat yutganda nima edi? Bu joyda demak suksinat tiakinaza edi. Suksinat tiakinaza. Yaxshi, bu joyda suksinat degit vaginaza albatta. Fumaraza. Mavat. Degit vaginaza fermentlar bor. Yaxshi, endi nimalar hosil bo'ladi? Demak. Mana bu joydan nat plusdan nat H. Ya'ni ATF hosil bo'lish uchun bu joydan xuddi shunaqa nat plusdan nat H. Mana nat H hosil bo'lyapti. Mana bu joyda nima hosil bo'lyapti? GDPdan guanozin difosfatdan GTP hosil bo'lyapti. Bu joyda fat plusdan mana bu joyga kelgan. Fat H. Hop. Mana bu joyda ham nat H. Nat plusdan. Yaxshi. Endi shunday yo'l borki, pivovatdan oksidat yutib ketadi. Gluconeogenezda bunda nima? Pivovat karboksilaza edi, da. Pivovat karboksilaza endi oksidatdan mana bu jarayon pivovatdan endi fosfenil pivovatdan pivovatga o'tish qaytmasa ham, ya'ni bu orqaga qaytmaydi. Lekin mana bu joydan qaytib ketaveradi. Bunda qaytish yo'q. Bunda energiya sarflanib, shuning uchun bu yoqqa o'tadi, xolos orqaga qaytmaydi. Qolganlarda bu baqa. Bu ham baqa. Gluconeogenez. Endi biz TCA cycle moddalardan glukoza hosil qilish uchun och qo'yganingizda, demak bu orqaga qaytish reaksiyasi bor. Qayerda yo'q? Mana bu joyda yo'q. Shuning uchun biz orqaga qaytish uchun oksidat yutib turib, oksidatdan fosfenil pivovat yutamiz. Fosfenil pivovatdan tepaga chiqamiz, oxirgi glukoza hosil qilsak bo'ladi demak. Yaxshi. Demak, mana bu joyda nima? Fosfenil pivot karbokskinaza bor. Bu orqaga qaytadi. Demak, bu gluconeogenez. Shunday narsa bor edi. Boshqa tushuncha buni to'liq yozib chizib tushuntiraman, xudo xolasa. Yog'dan ham glukoza bo'lar ekan. Oqsildan ham glukoza olsa bo'lar ekan. Ammoniy mahsulotlardan ham glukoza olsa bo'lar ekan. O'sha beksa qanasi? Mana o'sha beksa. Hammasi keladi, TCAga kiradi, TCAdan qaytib chiqib ketadi. Bugun bitta misol qilib, masalan, urea hosil bo'lishda Krebs siklga kirib turib, glukoza hosil bo'lishini ko'radi. Demak, bu orqaga qaytish. Demak, qaytish moddaviy enzimlarni ham yozib qo'yaylik. Mana bu yerda glukoza 6-fosfataz degan modda bor. Glukoza 6-fosfataza bu demak eng muhim. Von Gibko kasalida shu modda yetishmovchilik bo'ladi. Nima bo'ladi? Glukoza hosil bo'lmaydi. Demak, laktik atsidoz bo'ladi, ketoatsidoz bo'ladi. Qusish, shunaqa holatlar bo'ladi. Von Gibko eng og'ir holatida glucogen storage disease. Demak, glukoza 6-fosfataza. Mana bu joyda nima edi? Fruktoza 1,6 bifosfataza. Orqaga qaytish. Muhim emas. Da. Demak, hozircha shular ekan. Demak, mana bu joyda nima bor edi bizda?
Glyukoz 6 fosfatdan sizlar biladigan yana bitta yo'l chizib beradi. Mana shu joyga nimani qilamiz? Glyukoz 6 fosfat degidrogenaza ayoldan 6 fosfoglykanolakton. 6 fosfoglykanolaktondan nima hosil bo'ladi? Ribuluz 5 fosfat. Ribuluz 5 fosfatdan riboza 5 fosfat. Riboza 5 fosfatdan nima hosil bo'ladi? Nuklein kislotalar. Pubein piramida asoslari. Buni keyin gaplashamiz. Hozir hammasiga men bilan chizib olmaymiz. Demak, riboza 5 fosfatdan biz yana orqaga qaytib ketishimiz mumkin. Nimaga? Fruktoza 6 fosfatga. Nima bo'ladi? Transketalaza. Demak, transketalaza hamda mana glyukoz 6 fosfatga o'tishda mashhur ferment bor. Glyukoz 6 fosfat dehidrogenaza. Glyukoz 6 fosfat dehidrogenazada nima shu joyga yozib qo'ydim. Mana bunday qilib. Natxash hosil bo'ladi bu joyda ham. Nat plusdan. Bu natxash yana bitta glutation sistemaga o'tadi. Glyukoz 6 fosfat dehidrogenazada free radikallarni nima qiladi? Neytrallay olmaydi. Natijada uni deficiency kelib chiqadi. Katalaza pozitiv organizmlar uchun. Buni gaplashgan glyukoz 6 fosfat dehidrogenaza deficiencyda to'p o'qib qo'ysa ham bo'ladi. Demak, shu pastda nima bor yana bizda? Demak, TC mana shu joyga urea cycle'ni qo'shishimiz kerak edi. Demak, bizda nima bor dastlab? Ammoniy, ammoniak chiqarib olish kerak. Karbonat angidrid, suv hosil qiladi. Mana karbomoy fosfat nima yordamida? Karbomoy fosfat sintaza bir yordamida. Ikkisi qayerda edi? To'ppa-to'g'ri. Pubein sintezda. Pirimidin sintezda to'g'ri. DNA pirimidin sintezda edi. Bitta 2 mol ATF yetadi. Bu reaksiya uchun demak karbomoy fosfat. Karbomoy fosfat nima bo'ladi? Qizil qilmaylik, qora qilaylik. Demak, karbomoy fosfat mana bunday keladida. Sitrulinni hosil qilib beradi. Adashmasam bitta ornitin bor. Ornitindan sitrulin. Sitrulindan argino suksinat. Xatga e'tibor bermanglar. Arginosuksinatdan arginindan ornitin. Demak, bu urea cycle bo'ldi. Bu joyda endi moddalar bor. Shuni ko'ramiz. Mana bu joyda ornitin transkarbamelaza. Ornitin transkarbamelaza. Shunaqa edi adashmasam. OTC. Mana bu joyga endi aspartat qo'shiladi. Aspartat qo'shiladi-da. Bu joyda arginosuksinat liaz edi. Mana bu joyda arginosuksinat sintaz edi. Yodashda peygamber bo'lishim mumkin. Mana bu joyda arginaza.
Demak, nimadan chiqishi muhim? Mana bu Avgin azalganlarida Avginingdan Avnitdan o'tayotgan payt mana bu joyi UVga chiqadi. Ya'ni ammiyakda katta chiqarib yuborish UVga kidney bebek va CDga chiqib ketadi, siz bilgan shu. Blood UVA nitrogen deydi, ya'ni qon ammiak asosi. Ya'ni qondagi ammiakni miqdor UVA shaklida bo'ladi, qondagi ammoniy desa bo'ladi. Demak, mana bu joyda avginosuksinatdan avginga o'tayotgan paytda nima hosil bo'ladi? Metal H2O kirib ketadi reaksiyaga. Bu joyda fumarat. Mana fumarat demak, mana ammiyakdan kelibdi deb, ammiak karbonat suv bo'ldi, karbonat fosfat UVA cycle deb qo'ydik. UC UVA cycledan ham hattoki energiya olyapti. Chiqarib kerak moddalar chiqarib olyapti paytda ham energiya olyapti. Bu Allohning bitta mo'jizasi. Demak, fumaratdan malat, oksidat, fosfenilpiruvat, 2 fosfoglyukonat tepaga chiqadi, nima bo'ladi? Glyukoza energiya. Demak, shu mana bu joyda ham bitta anaqa bor. Fruktozadan buni yozib qo'yamiz agar sig'sa. Fruktozani 6 fosfatdan fruktoza fruktoza 2 6 bifosfatga o'tsa ham bunda fosfofruktokinaza qora yozib qo'yamiz 2 bor. Bu yo'lda insulin stimullaydi. Insulin pozitiv. Endi bu yo'lda orqaga qaytish ham bor. Oson. Fruktoza 2 6 bifosfataz. Bifosfataz orqali buni glukagon stimullaydi. Demak, shunaqa holat bor ekan. Demak, bu qisqacha bioximiyadagi. Demak, nechta reaksiya yozdik? Glukolizis. Demak, glukolizis yozildi. TCA nima? UVA cycle. Mana kichkina reaksiya muhim emas. Demak, mana bu glukozadan glukoza 6 fosfatga o'tish reaksiyasi yozildi. Demak, qisqacha kichkinagina 4 tacha reaksiya yozibmiz ekan. Demak, bugungilar hozircha shu edi. Demak, bu video asosan sizlar masalan oldin ko'rgan bo'lsalaring takrorlashga nisbatan oson qulay bo'ladi. Shuning uchun kengaytirib o'tmadim. Shunchaki takrorlash uchun, eshitganlar uchun yield. Mana bu joyda yana aytib ketishim kerak. Alfa ketogol dehidrogenazada qaysi vitamin ishtirok etadi? B1, tiamin. Mana bu fathash. Qani fathashlar bo'lgansa, B2 nathash bor joyda o'ylaydigansa, natiamin debman. Nikotinik, ya'ni B3, sorry. Mana bu joyda ham B3 ishtirok etadi. Nathash bor joyda bilingki B3, fathash bor joyda B2 ishtirok etadi vitaminlar. Mana bu joyda GTP sarflanadi, energiya uchun GTP. Va GTP sarflangan fosfenilpiruvatga qaytish uchun. Demak, shular. Hammaga rahmat.